Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 1-iyul kunidan 4-iyulgacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir donadan like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1-3-iyul kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 4-iyul kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 1-2-iyul kunlari 27-32 daraja, 3-4-iyul kunlari 30-35 daraja bo'ladi. Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1 va 4-iyul kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 2-3-iyul kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 1-2-iyul kunlari 27-32 daraja, 3-4-iyul kunlari 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 1 va 4-iyul kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 2-3-iyul kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 1-3-iyul kunlari 30-35 daraja, 4-iyul kuni 32-37 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 2-iyul kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 2-iyul kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 1-3-iyul kunlari 32-37 daraja, 4-iyul kuni 34-39 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 2-iyul kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja bo'ladi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'ling.